SNG bo'yicha bitta bo'ldi, O'zbekiston bo'yicha bitta bo'ldi. Xullas, men unaqa gaplar qilmayman. Mehnatimizni bitta ko'rib, o'zingiz baholaysiz. Xullas, videoni oxirigacha ko'rib turing, ketdik buni obzor qilamiz. Sani qora jenderimiz bizga nima bor? Bu mashinani saloniga kirib kelishingiz bilan patologi o'zgacha kayfiyat bag'ishlayveradi. Qop-qora alkantara bilan qoplanib, 600 ta yulduzda patologiga prosta terib qo'yganmiz. Yana yulduzlar uchayotgan bo'lgan. Buni qarang, любой kayfiyatiga qarab ranglarini ham to'g'rilab ketaverasiz-da. Malibu bar, Malibu rullarni ham anatomическийlardan установка qilib qo'yganmiz, ya'ni nikellarni ham qop-qora qilib. Sedinasiga o'zgacha mehr berib qo'yganmiz. O'zini suyagiga Rossiyadan gubka zakaz qilib, Lexus dizaynga ishlab berganmiz. O'rtasini alkantara, chetlarini kojinli qilib, o'rtasiga mana bunaqa liniya tushirib qo'yganmiz, karbondan. Keyin mana bu joyga Car XP logosini ham urib berganmiz. Mana shu joyga bitta like bosib qo'ying. Aqua printlarni ham qarang, neobычный noodatiy qilib qo'yganmiz. Qolgan plastmas detallarni, obshivkasi, ya'ni torpeda, hamma paroglarni qora matli qilib qo'yganmiz. Stoplargacha ahamiyat qilib qo'yganmiz. Qarang, chiroylilardan to'qib qo'yganmiz. Yana qo'shimcha qilib emblemasi, shoxlari, eshikda ushlayotgan ruchkalarigacha, oblisovkalari, tumankasini atrofidagi nikellari, xullas hammasini mayda-chuyda detallarigacha black qilib berganmiz. Tarasini qarang, отдельный tema bo'lib turibdi. Tuninglar qilib, biletlari bilan birga установка qilib qo'yganmiz. 12 razmerli neobычный diska tanlaganmiz. Buni qarang, rangi qanchalik yarashganini kommentariy yozib ketasiz. Shuncha ishlar bilan birgalikda mashinani to'liq shumizatsiya ham qilib berganmiz. Akamiz komfortga, maza qilib yumshoq qilib yurishlari uchun. Yana mashinaga 001 nomer ham taqib qo'yamiz. Xullas, xizmatlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib keting. Videoni Spark chaqirib jo'natib qo'yamiz.